Barchangizga xayrli kech. Yodingizda bo'lsa, bir necha kun avval e'tiboringizga sizdan Horror maktub nomli yangi rukunni boshlagandik. Izohlar bo'limida ayrim insonlarning ushbu rukun haqidagi bildirgan iliq fikrlari meni navbatdagi sonni yozishga undadi. Xullas, ortiqcha gap-so'z hamda taassurotlarni ko'paytirmagan holda shunchaki boshlaymiz. İlk voqelikni bizga YouTube'dagi hikoyamiz izohlar bo'limiga G'ofur ismli foydalanuvchi yozib qoldirgan. Men hech qanday tahrir va o'zgartirishlarsiz borini o'qib beraman. Assalomu alaykum. Men aytmoqchi bo'lgan hikoyam buvimni onasining hamqishlog'i bilan ro'y bergan. Bu haqida menga buvim juda ko'p aytib berganlar. Xullas, o'sha qishloqda bundan ancha yillar ilgari, hatto buvim tug'ilmagan vaqtlarida yuz bergan bir xotin ancha yil oldin turmush qurgan bo'lsa-da, farzandlari yo'q bo'lgan ekan. Bir kuni erkak yoniga bir noma'lum ayol kelib, qo'lida bir chaqaloqni beradi va bu qiz katta bo'lganda aqlli, mehnatkash qiz bo'ladi. Hamma ishlaringizni qiladi, lekin uni hech qachon tandir yoki kulga yaqinlashtirmanglar deb ogohlantirib ketadi. Oradan yillar o'tib qiz katta bo'ladi, hamma ishlarni qiladigan, aqlli, odobli qiz bo'lib yetishadi. Bir kuni qizni asrab olgan onasi yodidan ko'tarilib, tandirning kulini tozalab qo'y deb buyuradi. Eri ishdan kelib, qizimiz qani deb so'raydi. Keyin tandir tozalayapti deydi ayol. Haligi insonlar ikkalasi chopib tandir yoniga borsalar, yerda tandir yonida bir hovuch kul bo'ladi. Shu qizni hech kim ko'rmabdi. Yana bir bo'lgan voqea. Yana o'sha buvimni onasi yashagan qishloqda bir alvasta yashar ekan. Sochlari uzun, yuzlarini yopib turar ekan. Uni bir kitobchasi va bir tarog'i bo'lgan ekan. Kim shu taroqni o'g'irlab olsa, alvasta o'sha odamga bo'ysunar ekan. Kunlardan bir kuni bir erkak o'sha taroqni amallab o'g'irlab, keyin taroqni qaytarib berish evasiga bu yerlardan bosh olib ketishini aytadi. Shu taxlit alvasta bir umrga u joylardan ketgan ekan. Navbatdagisi buvimni o'zi bilan ro'y bergan. O'sha paytlarda buvim juda yosh qiz bo'lgan. Buvimni onasiga tinmay ins-jinslar o'chakishgan ekan. Doim onasi uyda yo'q paytim birov chaqirib kelsa, 3 marta chaqirmaguncha darvozani ochma der ekan. Bir kun onasi uyda yo'q payti buvimni yaqin bir kishisi ovozida chaqiradi. Ammo 2 marta chaqirib, 3-marta chaqirmaydi. Darhaqiqat jinlar 2 marta chaqirar ekan, 3-sida esa chaqirmas ekan deb e'tirof qilyapti bizga hikoyani yuborgan inson. Davom etamiz. Kechqurun bo'lsa, buvim onasi bilan uxlayotganida derazadan kesak otishar, yerdan tinmay qum tushirishar ekan. Buvimni onasi bunday vaqtlarda o'zi ham bolalarini ham tashqariga chiqarmas ekan. Zero jinlar ularni tashqariga chiqarish maqsadida shunday qilishar ekan. Ammo ular hech qachon bunday vaqtlarda tashqariga chiqishmagan. Bu gaplarimning hammasi rost. Buvim 80dan oshganlar, hali ham hayotlar. Hammasini buvim aytib bergan, haligacha so'rasak aytib beradilar. Bularni hikoya qilib chiqarsangiz xursand bo'laman. Shaxsimni yashirish shart emas. Rahmat. Ochig'i ushbu muallifning murojaatiga biroz hayron qoldim, chunki avvallari mana bunday holatlarni eshitmagan ekanman. Ya'ni kimlarnidir 2-3 marotaba chaqirishlari yoki oynaga har xil tosh, qumga o'xshash zarralarni otishlari borasida avvallari bunday holatlarni eshitmaganman yoki duch kelmaganman. Siz nima deb o'ylaysiz? Siz shunday holatlarga guvohi bo'lganmisiz? Navbatdagi voqelikni Sayyodjon Xayrullayev ismli foydalanuvchi bizga izohlar bo'limimizga yozib qoldirishgan. Uni ham hech qanday tahrir yoki o'zgartirishlarsiz shunchaki sizlarga o'qib beraman. Assalomu alaykum. Men ham sizga bir bo'lib o'tgan voqeani aytib bermoqchiman. Mening tog'alarim G'alla orolning chekkaroq bir qishlog'ida yashaydi. Tog'alarimning uylari juda katta va bir-biriga qo'shni bo'lib turishadi. Uylari orasida molxona, somonxona, hojatxona, keyin yana molxona, tandirxonalar joylashgan. Bir kuni katta tog'amlarnikida yig'in bo'lgan.
Shomga yaqin kichik tog'amning qizi uxlab qolgan. Uxlagani uchun uni o'zini tashlab, barcha chiroqlarni yoqib, qo'rqmasin deb ketishgan. Bir payt qorong'u tushgan va tog'amning qizi uyg'onib ketgan. Qarasa hech kim yo'q. Keyin bobomlarnikiga ketgan hamma deb turib, ko'cha tomondan emas, aynan molxona, somonxona tomondan ketgan. Somonxonadan o'tib, molxona yonidan o'tayotganda kimdir "Ey qiz, nega yig'layapsan?" degan. Qiz rostdan ham men qolib ketdim deb yig'lab ketayotgan bo'lgan. Keyin u kim ekan deb hayron bo'lgan. Uydagilar meni tashlab o'zlari ketib qolibdi, meni olib ketishmabdi degan. Shunda haligi ovoz "Kel bu yoqqa, kel bu yoqqa" deb chaqirgan. Avvaliga akalarim hazillashyapti deb o'ylagan. Keyin esa ovoz tahdidli bo'lib "Kel, kel" deb vahimali tus olgan. Darrov qochib yugurib ketgan. Ranglari oqarib katta tog'amning uyiga borgan va bo'lgan voqeani hammaga aytib bergan. Tog'amlar kelib qarashsa hech kim bo'lmagan. Bu voqeaga 20 yillar bo'ldi. O'sha voqeadan keyin chamasi 5-6 yil o'tib, katta tog'amning uyiga momomning opasining qizi kelgan mehmonga. Hojatxonada o'tirsa, orqasidan kimdir bosgan. Shundan so'ng hojatxonadan chiqib, mazasi bo'lmagan. Keyin uyga ketgan, o'zimni o'qitmasam bo'lmaydi deb. Uyga borgandan keyin o'zini bilmay qolgan. Shundan so'ng hech narsani eslay olmagan, g'alati bo'lib qolgan. Meditsina tomonlama ham, diniy tomonlama ham, boshqa irim-sirim tomonlama ham qaratib ko'rishdi. Baribir avvalgidek bo'lmadi. Juda chiroyli qiz edi. Keyinchalik ko'rganimda pastki iyaga oldinga chiqib, qarashlari g'alati bo'lib qolgan ekan. Ko'p narsalarni eslay olmaydi. Bu ikkala voqea ham real sodir bo'lgan. Navbatdagi real voqelik asosida sodir bo'lgan hodisani menga Telegram orqali jo'natishdi. Men odatda mistik hamda horror hikoyalariga yanada bir vibe yoki sizni qo'rqitish uchun turli xil bir effektlarni ishlataman. Bu narsa menga ham yoqadi. Ammo sizdan horror maktub ruknida men hech qanday bir effektlarni ishlatmagan holda barini boricha yetkazishga qaror qilganman. Lekin hozirda sizlarga o'qib bermoqchi bo'lgan voqeligim hech qanday bir effektlarsiz sizlarni qo'rqita oladi deb o'ylayman. 6-sinfda o'qirdim. Yozgi ta'til edi. O'sha paytlarda telefon orqali do'stlarim bilan tez-tez gaplashib turardim. Bir kuni Aziz ismli sinfdoshim menga hayajon bilan "Men bir narsani o'rgandim. Uni qilgan insonlar boshqacha tushlarni ko'rishar ekan" dedi. Men o'sha vaqtlarda juda qiziqqon edim. Shuning uchun bo'lsa kerak bu gap yuragimga darrov o'rnashgandi. O'sha kechani juda yaxshi eslayman. Payshanba kuni kechqurun edi. Men sinfdoshim Aziz o'rgatgan narsalarni qilib sinab ko'rgandim. Bizni tilda balkim ritual deydimi, yana bilmadim. O'sha tun hayotimdagi eng unutilmas tunlardan biri bo'ldi. O'sha tuni men ajib bir tushni ko'rgandim. Tushimda baland gavdali, yuzlaridan nur taralib turgan, ovozi esa juda bir sokin bo'lgan insonni ko'rganday bo'ldim. Tushim oxirida u mening boshimni silab, "Senga sovg'am bor" dedi. Shu zahoti uyg'onib ketdim. Akam yonimda turardi. "Tur, ketamiz. Uyga ko'z quloq bo'lib qolasan" dedi. Men esa hali ham tush ta'siridan chiqa olmayotgandim. Bu tushimni ko'rgan bilgan barcha kattalarga aytdim. Ularning aksariyati "O'g'lim, bu juda yaxshi tush. Kelajakda boy va baxtli bo'lasan" deydi. Ammo men bilmasdimki, o'sha tushdan keyin hayotim dahshatli tomonga burilishini. Oradan bir necha kun o'tib, onam bilan Olmaliqdagi xolamnikiga bordik. Kun bo'yi xolamning nabiralari bilan o'ynab, uzoq joylargacha ketib qoldik. Qorong'u tushganini ham sezmay qolibmiz. Onam bilan xolam bizni qidirib yurishgan ekan. Uyga qaytayotganimizda yaxshigina tanbeh eshitib oldik. Kechki ovqatdan keyin esa hamma uyquga ketdi. Men ham uxladim va ilk dahshat ana o'shanda boshlandi. Shunda qandaydir bir qora soya meni quvlardi. Men qanchalik qochsam, u shunchalik yaqinlashardi. Nafasim bo'g'ilib, oyoqlarim og'irlashib borardi.
Birdan uyg'onib ketdim. Ko'zimni ochsam, onam bilan xolam tepamda yig'ilib o'tirishardi. "Nima bo'ldi, bolam?" Men esa hech narsani tushunmasdim. Shundan keyin yomon tushlar ketma-ket boshlanib ketdi. Har safar odatda meni akam uyg'otardi. "Ey, senga nima bo'layapti o'zi?" Men esa faqat "Yomon tush ko'rdim" derdim. Ammo bu oddiy tushlar emasdi. Oradan haftalar o'tdi. Yoz tugadi, maktab boshlandi va hayotimdagi eng qo'rqinchli kun yetib keldi. Maktabning birinchi kunida birdan ko'zim oldida g'alati soyalar paydo bo'la boshladi. Go'yo kimdir meni chaqirayotgandek edi. Quloqlarimga tushunarsiz ovozlar eshitilardi. Sovuq bir qo'rquv tanam bo'ylab yugurardi. Keyin hushimni yo'qotdim. Ko'zimni ochganimda otam yonimda edi. Shifokorlarga olib borishdi. Hech qanday bir kasallik alomatlari topilmadi. Lekin men bilardim. Menda nimadir noto'g'ri ketayotgan edi. Masjidga olib borishdi. Imom ruqiya o'qidi. Bir necha hafta yaxshi bo'ldim. Keyin esa hammasi avvalgi holiga qaytdi. Ko'zlarimga dahshatli mavjudotlar ko'rina boshladi. Qorong'u burchaklarda harakatlanuvchi soyalar, bo'm-bo'sh xonadagi pichirlashlar, tunda meni kuzatayotgandek tuyuladigan ko'zlar. 6-sinf bolasining bularni ko'rishi naqadar dahshatli ekanini tasavvur qilish qiyin. Ovqat yemay qo'ygandim. Uyqum ham qochgandi. Otam meni shifokorlar, psixologlar, psixiatrlar, domlalar va boshqa ko'plab odamlarga olib bordi. Ammo hech kim aniq javob bera olmadi. Kunlar o'tgan sari qo'rquv kuchayib borardi. Nihoyat bir qishloqda yashovchi hoji otaning oldiga bordik. U uzoq vaqt meni tingladi. Men barini unga aytib berdim. Keyin chuqur o'yga toldi. So'ng sekin past ovozda: "Insonning ko'zida bir parda bo'ladi. Unda biz ko'rishimiz lozim bo'lmagan mavjudotlarni ko'ramiz. Senda o'sha parda ko'tarilganga o'xshaydi" dedi. Xonadagi hamma jim bo'lib qoldi. Men esa yuragimning urishini eshitib turardim. Hoji ota esa so'zida davom etdi: "Buni qanday davolashni bilmayman. Bu gapni eshitganimizda hammamizning umidimiz so'ngandek bo'ldi. Uyga qaytganimizdan keyin bir necha kun hammasi yaxshi bo'lgandek tuyuldi. Go'yo boshimdan o'tgan dahshatlar ortda qolgandek edi. Ammo men adashgandim. Haqiqiy qo'rquv ana endi boshlanayotgan edi. Har kuni uyqudan uyg'onganimda kimdir meni kuzatayotgandek tuyulardi. Ba'zan xona burchagida qora soya lip etib ko'rinardi. O'girilib qarasam, hech kim yo'q. Ammo yuragim nimadir sezardi. Men yolg'iz emasdim. Oradan kunlar o'tdi. Keyin u paydo bo'ldi. Avvaliga uzoqdan, keyin esa tobora yaqinroq. Men qayerga borsam ham uni sezardim. Ko'chada, uyda, hatto odamlar orasida ham. Go'yoki u meni kuzatar, qulay fursat kutayotgandek edi. Ba'zan yo'l chetida ketayotganimda nimadir meni orqadan turtayotgandek bo'lardi. Ba'zan esa zinadan tushayotganimda oyog'im ostidan yer qochayotgandek tuyulardi. Men qo'rqardim. Juda ham qo'rqardim. Bir kuni akam bilan birga uyda o'tirgandik. Tashqarida shamol uvillardi. Deraza oynalari asta titrardi. Birdan xonadagi havo o'zgardi. Nafas olish qiyinlashdi. Go'yo xona ichidagi barcha issiqlik bir zumda so'rilib olingandek edi. Qo'l-oyoqlarim muzlab ketdi. Yuragim ko'kragimni yorib chiqayotgandi. Va men uni ilk marotaba ko'rgandim. Xonaning eng qorong'u burchagida qimirlamasdan turardi. Ko'zlarini mendan uzmasdi. Qarasam ham, qaramasam ham u o'sha joyda edi. Uning nigohi odamnikiga o'xshamasdi. Unda na mehr va na rahm bor edi. Faqat sovuq va cheksiz zulmat. Shu lahzada tanam bo'shashib ketgandi. Ko'z oldim qorong'ulashdi va hushimni yo'qotdim. Ko'zimni ochganimda akamning vahimaga tushgan ovozini eshitdim. U yonimda Qur'on oyatlarini o'qirdi. Har bir oyat yangraganida xona ichidagi bosim kamayotgandek tuyulardi. Lekin keyin men eshitishni istamagan ovozni eshita boshladim. U ovoz quloqimda emas, go'yoki miyamning ichidan kelayotgandek edi. Sovuq, shivirlagan ohangda, dahshatli. "Seni tinch qo'yishimni xohlaysanmi?"
Men javob bera olmasdim. Qo'rquvdan tilim aylanmasdi. U esa ohista "Men uchun qurbonlik qil." Bu so'zlarni eshitganimda tanamda sovuq ter chiqib ketdi. "Nima? Qurbonlik?" dedim titrab. Bir necha soniya jimlik bo'ldi. So'ng javob keldi. "Ot yoki tuya." U gapirgani sari xona qorong'uroq bo'lib borayotgandek tuyulardi. Men uning har bir so'zini eshitishni istamasdim, lekin ovoz boshim ichidan yangrardi. Quloqlarimni yopib olsam ham men uni eshitardim. U uzoq gapirdi, talablarini aytdi, qo'rqinchli va tushunarsiz gaplarni pichirladi. So'ng birdan sukunat cho'mdi, g'oyib bo'ldi. 3 kun davomida ko'rinmadi. Ammo o'sha 3 kun ichida men uning qaytishini sezib turardim. Har kecha uyquga ketayotganda yuragim siqilardi. Har safar ko'zimni yumsam zulmat ichida o'sha nigohlarni ko'rayotgandek bo'lardim. Keyin ahvolim birdan og'irlashdi. Bir kun tanam bo'shashib ketdi. Nafasim qisildi va hushimni yo'qotdim. Bu safar uzoq vaqt o'zimga kelmadim. Otam hamma ishini tashlab qaytib keldi. Meni shifoxonaga olib borishdi. Shifokorlar tekshirishdi, tahlillar olishdi, savollar berishdi, ammo javob bir xil edi. Menda hech qanday bir muammo ko'rinmayotgandi. Lekin men ich-ichimdan nimadir noto'g'ri ekanini sezardim. Go'yo ko'zimga ko'rinmaydigan bir xavf meni o'rab olgandek edi. Ertasi kuni yana boshqa mutaxassislar, yana boshqa tekshiruvlar, ammo hech kim aniq bir javobni, aniq bir tashxisni qo'ya olmasdi. Otamning yuzidagi umidsizlikni ko'rganim sari yuragim ezilardi. Nihoyat meni bir necha rohiy jam bo'lgan xonaga olib borishdi va xona ichida Qur'on tilovati boshlandi. Oyatlar ketidan oyatlar yangrardi. Har bir so'z go'yo qorong'ulik bilan kurashayotgandek edi. Men boshimni egib o'tirardim. Birdan ko'z oldimda yorug'lik chaqnadi. Shunchalik yorqin ediki, beixtiyor ko'zlarim yumilib ketdi. Yana ochganimda esa oldimda bir chol turardi. Uning chehrasi nisbatan xotirjam edi. Nigohlari esa mehrga to'la edi. Men uni haqiqiy odam deb o'yladim. Darhol salom berdim. Shu zahoti xona ichida g'alati sukunat cho'kdi. Hamma menga tikilib qolgan edi. Onam esa yig'lab yubordilar. Qo'llarini osmonga ko'tarib, "Ey Allohim, farzandimni o'zing asra", derdilar. Men esa faqat o'sha cholga qarab turardim. Haligi chol esa menga qarab ohistalik bilan, "U seni boshqa qo'rqita olmaydi", dedi. Oq libosli cholning bu so'zlari hali hanuz qulog'im ostida jaranglab turadi. Men atrofimdagi hammaga bir xil savolni berardim. "Bu kim? O'sha oq kiyimdagi chol kim?" Ammo har safar savolim osmonda qolgandek tuyulardi. Domlalar bir-biriga qarab qo'yishardi. Onamning yuzlari esa oqarib ketgan. Otam esa indamay yerga tikilib turardi. Hech kim menga javob bera olmasdi. Ularning nigohlari meni yanada qo'rqitardi. Go'yo men ko'rgan narsani mendan boshqa hech kim ko'rmayotgandek edi. Go'yoki men ushbu olamda yolg'iz qolib ketgandek tuyulardi. Onam esa ko'zlarida yosh bilan yonimga kelib yuzlarimdan o'pardi. "Bolam, meni qo'rqitma, nimalar bo'layapti senga?" derdilar titroq ovozi bilan. Men esa nima bo'layotganini o'zim ham tushunmasdim. Otamga qarardim. O'sha payt birinchi marta uning ko'zlaridagi ojizlikni ko'rgandim. Avvallari men uchun odam hamma narsaga qodirdek tuyulardi. Ammo o'sha kuni u ham qo'rqayotgandek edi. Birdan kulib yubordim va oq kiyimdagi cholning gapini takrorladim. "U seni boshqa qo'rqita olmaydi", dedi. Xonada hamma jim bo'lib qoldi. Onam esa dodlab yig'lab yubordilar. Rohiylar esa hayrat bilan menga qarab turishardi. Ular past ovozda nimanidir muhokama qilishardi. Men esa ularning gaplarini eshitmasdim ham. Menga qiziq ham emasdi. Faqat ayrim so'zlari qulog'imga chalindi. G'alati, tushunish qiyin, Alloh bilguvchiroq. Shu payt otam meni bag'riga bosib ko'tarib oldi. Ko'chaga olib chiqdi. Tashqarida havo biroz sovuq edi. Quyosh botib, osmon qizarib borardi. Men esa ortimga qaradim va yana o'sha cholni ko'rdim. U uzoqdan menga qarab turardi. Oppoq kiyimlari shom qorong'usida ham ajralib turardi. Go'yo bizni kuzatayotgandek, go'yo biz bilan birga yurayotgandek, go'yo ko'rinmas xavfdan himoya qilayotgandek. O'sha kecha uzoq vaqtdan beri ilk bor tinch uxladim. Hech qanday bir
dahshatli tushlarsiz, hech qanday pichirlash ovozlarisiz, hech qanday soyalarsiz miriqib, ohista uxladim. Tongda uyg'onganimda o'zimni yengil his qildim. Hayot asta-sekin izga tushayotgandek edi. Ammo otamning xavotiri ketmagani bilinib turardi. U meni maktabdan ham erta olib ketardi. Biror joyga yolg'iz yubormasdi. Go'yo meni yo'qotib qo'yishdan qo'rqayotgandek tuyulardi. Bir kun esa otam "Seni yana bir odamning oldiga olib boraman" dedi. Ertasi kuni uzoq bir qishloqqa yo'l oldik. Qishloq chetidagi eski hovliga kirganimizda yuragim yana tez ura boshladi. Uy ichida Qur'on tilovati eshitilib turardi. Xonadan eski kitoblar va atirning hidi kelib turardi. Mezbon otamni diqqat bilan tingladi. Otam boshimizdan o'tgan hamma voqealarni aytib berdi. Tushlarimni, qo'rquvlarimni, hushimni yo'qotgan kunlarini va bir necha roqiylar huzurida bo'lgan voqelikni ham. Otam gapirib bo'lgach, xona ichiga og'ir bir sukunat cho'mdi. Mezbon uzoq vaqt boshini egib o'tirdi. So'ng sekin dedi: "Ba'zi sinovlarning hikmatini faqat Alloh biladi." Bu gapdan keyin otamning yuzidagi xavotir yana ortdi. Men esa ichimda yana o'sha sovuq qo'rquvni his qila boshladim. Chunki bu voqea tugamagan edi. Qalbimning bir chekkasida nimadir menga shunday derdi: "Haqiqiy sinov hali oldinda shekilli. Nimaga bunday bo'layapti?" deb otam so'radilar umidsizlik bilan. Mezbon uzoq vaqt jim bo'lib qoldi. Xonadagi sukunat shu qadar og'ir ediki, hatto devordagi soatning chiqillashi ham yuragimni cho'chitardi. Nihoyat u boshini ko'tardi va "Buni to'liq Alloh bilguvchiroq", dedi. "Agar rostdan ham tushida kimnidir ko'rgan bo'lsa, bir narsa deyish qiyin. Muqaddam rivoyatlarda yoki voqeliklarda shunga o'xshash holatlar uchragan. Ammo bir narsa deyish qiyin." Otam bu safar ham indamadi. Men esa ichimda nimadir yengillashganini his qildim. Chunki o'sha paytda men boshimdan o'tayotgan voqealar ruhiy kasallik emasligiga yana bir bor isbot topgandek edim. Keyin mezbon menga biroz tikildi. Uning nigohlarida ta'ajjub bor edi. Go'yo men haqimda bilmagan narsalarni bilishga urinayotgandek. "Inson ko'zida parda bo'ladi", dedi u. Bu gapni aytganda xonadagi hammamiz jim bo'lib qoldik. O'sha parda inson bilan g'ayb olami orasida turadi. Agar u parda ko'tariladigan bo'lsa, mezbon gapini tugatmay qoldi. Men beixtiyor yutinib qo'ydim. Inson parda ko'tarilganda ayrim bir narsalarni ko'rishi mumkin. Shu payt tanamdan sovuq titroq o'tdi. Chunki bu gap men boshdan kechirayotgan voqealarga juda o'xshardi. Men darhol unga ko'rganlarimni aytdim. Ha, men jinlarni ko'rayotgan edim. Qorong'ulik ichida menga tikilib turgan o'sha soyalarni, o'sha nigohlarni va eng muhimi, meni himoya qilayotgandek tuyulgan oppoq nur ichidagi cholni ham. Gapim tugashi bilan mezbon biroz jim bo'lib qoldi. Uning yuzida rangi o'zgardi. "Ha, demak ikkita." Xonadagi hammamiz unga qaradik, ammo u boshqa hech narsa demadi. Shunchaki chuqur o'yga toldi. Oradan bir necha daqiqa o'tdi. Men uchun esa butun bir olamni o'tkazgandek tuyuldi. Mezbon o'rnidan turdi. Eski javondan bir nechta kitoblarni oldi. Sariq sahifalarni varaqladi. Ba'zi joylarini uzoq tikilib qaradi. Keyin ayrim bir kitoblarni yopib joyiga qo'ydi va otamga qarab, "O'g'lingiz uchun endi oson bo'lmaydi." Bu gapni eshitib yuragim muzlab ketdi. Agar u ko'rayotgan narsalar rost bo'lsa, uni hali ko'p sinovlar kutyapti. Otamning qo'llari qaltiray boshlagandi. Men esa nafas olishni unutib qo'ygandim. "Uni bezovta qiladigan narsalar ko'p bo'lishi mumkin", dedi. Havo birdan sovib ketgandek tuyuldi. Mezbon esa gapida davom etardi. "Ammo oldiga kelayotgan nurli cholning kimligi juda qiziq. Agar yaxshilikka chaqirsa, himoya qilsa, uni ezgulikka boshlasa, bu boshqa masala. Agar aksincha bo'lsa-chi?"
Men uning gaplarini eshitib o'tirganimda birdan tanish bir hissiyot paydo bo'ldi. Go'yo xonada yana kimdir bordek edi. Men boshimni burdim va uni ko'rdim. O'sha chol har doimgidek oppoq nur ichida turardi. U menga qarab tabassum qildi. Xonadagi hech kim uni ko'rmayotgan edi. Faqat men ko'rayapman. Va faqat men. Yuragim tez-tez urardi. Qo'rqqanimdan ham, hayratlanganimdan ham. U sekin o'zini yordamchi ekanini ta'kidladi. Men eshitganlarimdan qotib qolgandim. Bir necha soniya hech narsani tushunmay karaxt ahvolda qoldim. Keyin birozdan so'ng o'zimga kelib, uning gaplarini otam bilan haligi mezbonga yetkazdim. Gapim tugashi bilan haligi mezbon chuqur nafas oldi. Yuzida yengillik paydo bo'ldi. So'ng menga yana dam soldi. Duo qildi va bizni jo'natdi. Uyga qaytayotganimizda yo'l-yo'lakay odam uzoq vaqt hech narsa demadi. Indamasdan keldi. Ammo uning yuzida birinchi marta umid ko'rinardi. Men ham xursand edim. Go'yo boshimdagi qora bulutlar asta-sekin tarqalayotgandek tuyulardi. Kunlar o'ta boshladi. Hayot iziga tushayotgandek ko'rinardi. Ammo ichimda nimadir o'zgargandek tuyuldi. Men endilikda diniy adabiyotlarni o'qishni boshladim. Hadislarni yodlardim, tafsirlarni mutolaa qilardim. 2 hafta ichida o'nlab, keyin esa yuzlab ma'lumotlarni yodlab oldim. Lekin eng qo'rqinchli o'zgarish bu emasdi. Parda. Ha, o'sha parda edi. Endi go'yo mening xohishimga bo'ysunayotgandek edi. Ba'zan ataylab qarardim va ko'rardim. Ba'zan esa ko'rishni istamasdim. Ammo baribir ko'rardim. Har safar o'sha holatga kirganimda boshim ichida bosim paydo bo'lardi. Go'yo miyamga yuzlab kilogramm yuk ortilgandek tuyulardi. Aslida men odatlanib qolgan qo'rquv hayotimning, bolaligimning bir bo'lagiga aylanib borayotgandek edi. Ammo o'z o'rnida ushbu qo'rquv mening bolaligimni o'g'irlayotgani edi ham. Bir paytlar katta orzular qiladigan, oddiy narsalardan xursand bo'ladigan kichkinagina bir yigitcha asta-sekin yo'qolib borayotgandek tuyulardi. Mening tengdoshlarim esa ertangi kun haqida quvonib gaplashardi. Kimdir futbol o'ynardi, kimdir ko'chada yugurardi, kimdir yozgi ta'tildan zavqlanardi. Men esa har kuni ertalab uyg'onganimda bir narsani o'ylardim. Bugun meni yana qanday dahshat kutmoqda? Bu savol mening odatiy hayot tarzimga aylanib qolgandi. Shunday bo'lsa ham men taslim bo'lishni istamasdim. Ichimda o'zimga kuch berardim. Bu bir sinov, men qo'rqmasligim kerak derdim. Ammo kunlar o'tgani sari qo'rquv kamaymadi. Aksincha, u tobora kattalashib borardi. Har kuni yangi bir dahshat paydo bo'ladigan odat bo'lib qoldi. Men ko'rgan narsalar go'yo meni ko'rmayotgandek harakat qilishardi. Lekin men ularni ko'rib turardim. Ba'zan hovli burchagida, ba'zan deraza yonida, ba'zan esa odamlar orasida. Bu esa meni yanada battar qo'rqitardi. Chunki men qachon va qayerda nimanidir ko'rib qolishimni hech qachon bilmasdim. Keyin ular menga nisbatan tajovuzkor bo'lib qolgandek tuyula boshladi. Bir voqeani hech ham unuta olmayman. Bir kuni tog'amning uyiga bordik. Sababi tog'amning ayolining tug'ilgan kuni edi. Uy odam bilan to'la. Hamma kulardi, suhbatlashardi. Ammo negadir ichimdagi bezovtalik hech ketmayotgandek tuyulardi. Tog'amning 2 o'g'li bor edi. Men esa kichigi bilan juda yaqin edim. Bir payt u menga dedi: "Yuvinish uchun suv kerak. Chelak olib kelamiz. Yordam berib yubor." Men rozi bo'ldim. U katta hovlining eng chekkasini ko'rsatdi. Quyosh botib bo'lgandi. Shom qorong'usi hovliga asta-sekin tushib kelayotgandi. Biz o'sha tomonga yura boshladik. Birdan hovlida kuchuk qattiq vovullay boshladi. Odatdagi vovullash emas edi bu. Juda bir g'alati ohangda edi. Go'yo nimadandir qo'rqayotgandek, go'yo nimanidir ko'rib turgandek. Akam menga qarab, "Kuchuklar g'alati bo'lib qoldi-a?" dedilar. Shu payt yuragimni tushunarsiz vahima qopladi. Men bir qadam orqaga chekindim. Akam mendan 10 metrcha uzoqroqda edi. U chelakka qo'l uzatdi va birdan qattiq seskanib ketdi. Men darhol "Aka?" dedim. U sekin boshini menga burdi va butun tanam muzlab ketdi shu onda. Negadir uning qarashi odatdagidek emasdi. Ko'zlari g'alati ko'rinardi. Bir necha soniya menga qimirlamay tikilib qoldi. Keyin birdan qattiq baqirib yubordi va menga qarab yugurardi.
Ovozi ham o'ziniki emasdek tuyulardi. Juda bir qo'rqinchli, vahimali ohangda edi. Men dahshat ichida ortimga qarab yugurardim. Bor kuchim bilan uy tomonga chopardim. Yuragim shu qadar tez urardiki, xuddiki nafasim bo'g'ilib qolayotgandek edi. "Yordam beringlar!" deb qattiq baqirardim. Uy ichidagi hamma tashqariga qarab yugurdi, lekin ulgurmadim. Akam meni ushlab oldi va bo'ynimdan siqa boshladi. Men nafas ola olmay qolgandim. Atrofdagi odamlarning baqirig'i eshitilardi. Kimdir meni tortardi, kimdir akamni ushlab qolishga urinardi. Hammaning ovozi bir-biriga aralashib ketgandi. Bir necha soniyadan keyin qarindoshlarimiz bizni ajratib olishdi. Men yerga cho'kkalanib qoldim. Qo'llarim qaltirardi, nafasim og'irlashib ketgandi. Akam esa hayrat bilan atrofga razm solardi. Go'yo hech narsa bo'lmagandek. Go'yo hozirgina sodir bo'lgan voqeani umuman eslay olmayotgandek edi. Keyin u so'radi: "Nima bo'ldi?" Uning ko'zlaridagi haqiqiy hayrat shundoqqina bilinib turardi. U rostdan ham nima bo'layotganini yoki nima bo'lganini tushunmasdi. Keyinchalik uni ham ruqiya qilib o'qitishdi va hammasi yana tinchlangandek bo'ldi. Ammo o'sha kechadan keyin men bir narsani tushunib qoldim. Qo'rquv ketmagandi. U faqat shunchaki yashirinib olgan ekan. Xuddiki yana qaytadigan vaqtini kutayotgandek edi. Chunki ba'zi qo'rquvlar eshik taqillatib kelmaydi. Ular jim keladi, jim kuzatadi va eng kutilmagan paytda yana paydo bo'ladi. Shu zaylda yillar bir-birini quvib o'ta boshladi, ammo sinovlar tugamasdi. Aksincha, men ulg'ayganim sari ular ham men bilan birga katta bo'layotgandek tuyulardi. Jinlar go'yoki meni kuzatishni to'xtatmagandek tuyulardi. Qayerga bormayin ularning nigohini his qilardim. Ba'zan ular menga yaqinlashishga urinar, ammo har safar oldimga kelgan o'sha oppoq libosli nuroniy chol paydo bo'lar va ular o'z chegarasi tomon qochardi. Cholning chehrasi har doim xotirjam va vazmin edi. Har safar menga qaraganida "Qo'rqma" deb ishora berardi. Shu bir og'izgina so'z yuragimdagi dahshatni bir zum bo'lsa ham ketkazardi, yengillashtirardi. Shu taxlit kunlar va oylar o'tib, men ham asta-sekin ulg'aya boshladim. Maktabdagi hayotim esa boshqalarnikidan butunlay farq qilardi. Mening boshimdan nimalar o'tayotganini faqat eng yaqin 4 ta do'stim bilardi. Men qayerga borsam, ular ham yonimda bo'lishga harakat qilishardi. Chunki yolg'iz qolishni o'zim ham istamasdim. 11 yillik maktabim davomida ko'plab o'quvchilardan turli gunohlarga qo'l urayotganini ko'rardim. Men esa ularning atrofiga qarashga ham qo'rqardim. Chunki ularning atrofida g'alati jinlar, shaytonlar aylanib yurardi. Shu sababli ularga yaqinlasha olmasdim. Vaqt o'tgani sari ichimda bir fikr tobora mustahkamlanib bordi. Bu aslida oddiy tush bo'lmagandi. Keyinchalik men buni o'zim uchun yuborilgan yoki berilgan ne'mat deb qabul qila boshladim. Nihoyat maktabni ham tamomladim. Hozirda Toshkent xalqaro kimyo universitetining davolash ishi yo'nalishidagi talabaman. Yangi hayot, yangi muhit, yangi do'stlar va eng quvonarlisi, men ishongan 2 do'stim ham yonimda edi. Bir kuni uyda birdan ko'z oldim qorong'ulashdi. Atrofdagi shovqin go'yo uzoqlashib ketdi. Yuragim yana qattiq ura boshladi. Yana o'sha eski his-tuyg'ular, yana eski holat, voqelik va qo'rquvlar. Shu lahzada men bir dahshatli manzarani ko'rdim. Mening oldimda iblisning o'zi ko'rinib turardi. U menga tikilib turardi va so'ng gap boshladi. U menga sehr ilmini o'rganishga undadi. Agar uning aytganini qilsam, menga dunyoning barcha boyliklarini va'da qildi. Mashhurlik, cheksiz boylik, onam istagan hamma narsani muhayyo qilish. U menga bularning barchasini va'da qilardi. Men esa ichimda o'qigan hadislarimni eslardim. Sehr joduning juda ham yomon va katta gunoh ekanligi, halokatga olib borishi va oxiri juda ham ayanchli ekanligini juda yaxshi bilardim. Men qat'iy ovoz bilan "Men hech qachon bu ishni qilmayman" dedim. Shu zahoti dahshatli bir qichqiriq eshitildi. Keyingi lahzada mening tanamdan kuch chiqib ketayotganini his qildim. Go'yo nimadir meni qattiq zarb bilan uloqtirgandek bo'ldi. Oradan ko'p vaqt o'tmay qattiq kasal bo'lib qoldim. Bir hafta davomida isitmam 40 darajadan tushmadi. Onam shifokor bo'lishiga qaramasdan qo'lidan kelgan barcha ishlarni qildi. Ammo
ahvolimda deyarli o'zgarish bo'lmasdi. Men esa yotgan joyimda o'zim bilgan Qur'on suralarini tinmay o'qirdim. Kunlar o'tishi bilan ahvolim asta-sekin yaxshilana boshladi. O'sha bir hafta menga juda katta saboq bo'ldi. Men bir narsani chuqur angladim. Ruhan va jismonan sog'lom bo'lishim kerak edi. Chunki men hali ham o'zimni yetarlicha kuchli inson deb bilmasdim. Hozirda universitetning 2-bosqichida o'qiyapman. Hali ham o'sha nuroniy otaxon meni himoya qiladi. Hali ham jinlar menga nisbatan tajovuzkorona munosabatda bo'lishadi. Men ularni har kuni ko'raman, har kuni his qilaman. Ha do'stlar, biz bilmaydigan olam yoki biz bilmaydigan narsalar hali juda ham ko'p ekan. Ishonavering, agar siz halovat bilan uxlab, xotirjam uyg'onayotgan bo'lsangiz, yer yuzida millionlab insonlar erisha olmaydigan baxtsizda mujassam bo'lgan. Balkim aytganim bilan sizlarga ta'sir qilmas, ammo ishoning, juda ham havasdaman.